aka to'g'risini aytaymi? Mana bu yerga atmosfera, bolalarni qiziqib ishlashini ko'rib ko'zlarim quvnab ketyapti to'g'risi. Tushunishlik uchun detalli ko'rsatib beraman. Har bitta epizodni alohida частьlar bo'lib chiqaryapti. Keyingi Razraботga mana. Orqada aktyorskiy sostav, bu tarafda yana bitta alohida komanda ishlayapti. Ko'rishlar mumkin. O'tda художник har bitta kadrni alohida kartinasini chizib chiqyapti. Podgotovka zo'r bo'lsa, kino olish jarayoni ham zo'r bo'ladi. Tak что, o'rtoqlar, men mazza qilyapman va bolalarga rahmat aytaman. Bolalar sizlar eng zo'risizlar. Eng zo'ri. Davay. Hatta siz kabinetingiz bo'shu? İşten açtı ulan. Ha, aytmabsiz-da. Men o'tbotlarga qarab qo'yaman, kelgunizcha. Aktrisalarning ro'yxatini qo'yib qo'yamiz ustiga. Bo'ldi, ulan qaramiz, boraman orta. Aka, habit masalasi bo'yicha qilyotgandik. Sizga bog'lanish kerak ekan-ku. Ha, lappe aka. Ne unaqa bemas'uliyatli qilyapsiz? Soat 2 bo'ldi, og'ayni. Oshog'ingizni oshaysizlarmi? Sizni ham moyingiz, naqshingiz ham qiling, mana bu yerda bola o'tiribdi. Obid, qayerdasan? Shuhratda. Sen meni yordamchimiding? Ha? Men bitta o'zim hammasini qilib yurman. Idishda ovqat, ishdan bo'shading, o'zimga boshqa yordamchi olaman.